Assalomu alaykum hurmatli YouTube ixlosmandlari. Sizlar uchun bugungi videomizda Tigo 2 haqidagi ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, eng qulay takliflar asosida faqat Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan avtomobil xarid qilish usullarini aytib o'tamiz. Xo'p, Tigo 2 Pro avtomobilimiz shahar tipidagi crossover hisoblanadi, ya'ni hatchback bo'ladi. Narxiga nisbatan o'zini konkurentlaridan ko'ra komfortlari ko'proq bo'ladi. Sababi arzon narxda bo'lishiga qaramasdan tepasi lyuk bilan jihozlangan bo'ladi. Labo oynamiz 2 qavatli spirallardan iborat bo'ladi hamda qishki kunga labo oynamiz qizdirib beradi. Undan tashqari haydovchining komforti uchun yomg'ir yog'ganda oyna tozalashlari avtomatik ishlaydi hamda LED faralarimiz avtomat yonadigan bo'ladi. Ya'ni buni dalnisi ham, blижisi ham LED yonadigan bo'ladi. Mana bunaqa xrom detallik oblisovka bilan jihozlangan bo'ladi hamda davom etishida mana bu diholar, ya'ni kunduzgi yorituvchi chiroqlari LED bo'lib yonadigan bo'ladi. Material atsinkovka materialdan qilingan bo'ladi. To'liqligicha chirmaydigan material, ya'ni bu avtomobilimizga motori, korobkasi, elektron qismiga 5 yil garantiya beramiz yoki 150 ming kilometrgacha. Ushbu garantiya muddati ichida barcha xaridorlarimizga servis xizmatlarini taklif etamiz. Ya'ni agar avtomobilga birorta moy almashtirish kerak bo'layotgan bo'lsa yoki texnik xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasi o'zimizda avtosalonimizdan, servis bo'limimizdan amalga oshiriladi. Xo'p, avtomobilimizda 17 dyumli diskalar bilan jihozlangan bo'ladi. Diskiviy tormoznoy sistema bilan keladi. Бесключевой доступ, ya'ni ushbu avtomobilda kalit tiqadigan joyi bo'lmaydi. Pult orqali boshqariladi. Yoniga yaqinlashganda ochadi, uzoqlashgan paytda qulflanadi. Qulflangan paytda mana bu bokovoy oynalarimiz avtomatik yig'ishtiriladi. Salon qismimiz kojadan iborat bo'ladi. Avtomat korobka, elektronli ruchnoy tormoz hamda avto hold sistemalari mavjud. Monitorlarimiz LED monitor bo'ladi. Android Auto hamda Apple CarPlay sistemalari bilan jihozlangan bo'ladi. Bu o'zingizni telefoningizni monitor orqali boshqarish uchun juda ham katta komfortni yaratib beradi. Sababi rulda yurgan payti telefondan foydalanmaysiz, monitor orqali boshqarasiz. Bu ham kistangizga, ham diqqatingizni bir joyga jamlash uchun juda ham qulay narsa bo'ladi. Orqasi to'liq yonadigan monoqosh bo'ladi. LED faralar bilan jihozlangan. Yangi haydovchilar, yoshi katta odamlar yoki ayol haydovchilar uchun orqaga haydagan payti parktroniklar bilan jihozlangan bo'ladi. Qo'shimchasiga zadniy kamerasi zavodskiy o'zi bilan birga bo'ladi. Motorimiz MPI sistemada ishlovchi bo'lganligini hisobiga ushbu avtomobilga bemalol metan yoki propan o'rnatiladi. Agar avtosalonni o'zidan propan gaz ballon bilan chiqsin desangiz, biz 5 yillik garantiyani saqlab qolamiz. Kamiga gaz ballonimizga, ya'ni gaz uskunalarimizga, balloniga, reduktor, miya, farsumkalariga qo'shimcha 3 yil garantiya beramiz 100 ming kilometrgacha. Bagajligimiz 420 litrda tashkillashtiradi. Bu avtomobilda o'sha xohlasangiz metan, xohlasangiz zapaska o'rniga, ya'ni qo'shimcha ballon o'rniga propan gaz ballon o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Undan tashqari avtomobilimizda haydovchi o'rindiq haqida gapiradigan bo'lsak, boya aytganimdek бесключевой доступda bo'ladi. O'rindiqlarimiz oldi qiziydigan bo'lib keladi, rullari ham qiziydigan bo'lib keladi. Rul multifunksionalni hisoblanib, avtomobilda cruise control hamda multimedia knopkalari pult orqali boshqarsa bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, ushbu toychog'imizning narxi 214 million 900 ming so'mni tashkillashtiradi. Xo'p, 1-apreldan 30-aprelgacha Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonimizda 40 million so'm chegirma asosida, ya'ni foyda asosida avtomobil xarid qilish takliflari berilgan. Ko'pchilik muxlislarimiz ushbu taklifga ulgurmaganligi sababli ushbu aksiyamizni 1-maydan 31-maygacha bo'lgan muhlatga yana ham cho'zib beryapmiz. Shoshilib qolasiz. Bunaqa taklif faqat Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonida hamda shaxsan men sizlarga ushbu taklifni bera olaman. Undan tashqari avtomobilda рассрочкаga so'raganlar uchun 25% boshlanish to'lovdan boshlab 60 oygacha bo'lgan muddatga рассрочка asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Рассрочка shartlarini aniqroq va to'liqroq ma'lumot olish uchun telefon orqali bog'lanasiz yoki bizni avtosalonimizga, ya'ni Cherry Navoiy ADM Astra avtosaloniga tashrif buyurasiz. Boshlang'ich to'lovini 55 million 600 ming so'm qilgan holatda ushbu Tigo 2 avtomobilimizni propan gaz ballonlari, salon poliklari, tonirovkasi, video registrator hamda antiradarlari bilan birga xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunday imkoniyatni faqatgina Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan foydalanishingiz mumkin. Avtosalonimiz manzili Buxoroga ketish yo'lida, ya'ni Toshkent Buxoro yo'li M37 trassada Moxonur to'yxonasiga yetmasa chap qo'lda keladigan bo'ladi. Ish vaqtimiz har kuni ertalabki soat 9:00 dan kechki 20:00 gacha bo'ladi. Avtomobillarimiz hammasi doimiy nalichida mavjud bo'lib turib, agar sizni mana ko'rsatishingiz mumkin, eski minib yurgan avtomobilingiz bo'lsa, trading xizmati ham mavjud bizda, ya'ni minib yurgan mashinangizni olib kelasiz, baholab hisoblab o'sha narxi bo'yicha
olib qolamiz hamda sizga yangi avtomobil xarid qilish imkoniyatini qilib beramiz. Sizlarni barchangizni Cherry Navoiy Aster avtosalonida kutib qolamiz. Videomiz ko'proq tarqalishi va qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasini bosishni so'raymiz.